Bugungi Madina ziyoratimiz Qur'on zavodidan boshlandi. Qur'on zavodi hamisha chiroyli, ko'kalamzor gullarni qarang mana. Ziyoratchilarimiz ham kelyapti. Hozir bir qator olib qo'yaman. Buguncha Qur'on zavodni ham atroflarini bir ko'rib olinglar. Mana Qur'on zavod hamisha yam-yashil, chiroyli. O'tgan safargi videolarda ham kim ko'rgan bo'lsa aytilgan. Asosan bularni lantrashlarga Turkiyani o'sha ishchilari qarar ekan. Mana Qur'on bosmaxonasiga xuddi shu holatda labirint qilib, bitta-bitta qilib, bir qator qilib olib kirishadi mana. Shuncha odamlar va orqamizda shuncha kelyapti yana. Qaysini? Ha. Tepada klimat ishlab turibdi, havo salqin, klimatda ishlab turibdi, bir xilda bir yuz-yuzga uryapti. Ziyoratchilarga komfort. Bir qator endi o'zimiz ziyoratchilarga ko'rsatib qo'yamiz. Yuraveradi Xalq aka. Yuraveringlar, bemalol shu bir qatordan. Va alaykum assalom. Mana biz bitta erkatoyimiz ham kelyapti. 5 Kelyapsizmi hoji aka? Yuraveringlar. Kelaveringlar. Kelyapsizlarmi? İyi. Oramizga qo'shib olibmiz ikkita, 3 ta bo'laveradi. Qarindoshlar bo'laveradi. Ha, Nozira og'a. Yuraveringlar. Kelyapsizlarmi? Rahmat. Sizlar oxiri shekilli bor ekan, yana bor ekan. Malimda yuraveringlar. Ishtima qilmaydi, mayli aralashsam ishtima qilmaydi. Yo, bemalol. O'zimiz bir, jonimiz bir deydi, yuraveringlar. Kelyapsizlarmi? Kelyapsizlarmi? Rahmat, sog' bo'linglar. Kelaveringlar. Ya mumkin emas. Kelyapsizlar. Sizlar oxiri shekilli, hojiona. Bo'ladi. Bu Qur'on zavodida video ozgina cho'zilib qolishi mumkin. Sababi ichkariga kirgandagi bosmaxonalar ham bir qator olamiz. Qur'on bosmaxonaga ham yetib kirdik. Mana Qur'on bosmaxonasida shunaqa qilib bir qator o'ng tarafdan borib, chap tarafdan ko'rib kelishaveradi. O'ng tarafda har xil nusxalarda bor. Bitta hattoki qozoq tilida, koreys tilida chiqarilgan Qur'onlar ham bor. Katta deysizmi, kichkina deysizmi, o'ziga yarasha tarixlari yozib qo'yilgan. Mana Makka, mana Kanada uchun chiqarilgan ekan. Bu yerda Yaponlar uchun chiqarilgan ekan. Mana bu yerda Hindi, mana Hindi chiqadimi ekan mana. Hindi. Materiallar Qur'on orqasida. Brain, ko'rlar. Bu yerda mana Qur'on bor. Topinglarchi, nima sababdan bunda rang yo'q. Tochka qilib qo'ygan. Xuddi shu holatda o'ng tarafdan borishadi, chap tarafdan kelib tomosha qilib zavod, shu fabrikani
Qur'onni bosmaxonasini bosilayotgan holatlar ko'riladi. Hozir yaqinroq ko'rsatamiz. Mana Qur'onni varaq yuraylar sizlar, menga qaramanglar. Mana Qur'onlarda tayyor bo'lgan toza varag'i. Bu yerda ham, bu hamma joy mana shu bosib ketyapti, mana aylanib ketyapti, lentada varaqlari. Mana katta rulonlar o'sha Qur'onni varaqlari bular ham. Dunyo bo'yicha eng katta Qur'on bosmaxonasi Madinada joylashgan, xuddi shu yerda bo'ladi. Yaqindan ham ko'rsatib qo'yaman. O'sha Qur'onni, o'sha rulonda kelgan qog'ozlari. Bulardan 40 o'sha razmerga chiqarishib turib, keyin nariga avtomatda o'sha printer hisobida, u katta narsa printer. Shu hammasi Qur'on bosiladi. Mana birinchi apparat fonni mana katta 40 beryapti. Ikkinchi apparat fonni Qur'onni bosib chiqaryapti. Mana o naryoqda o'sha ingichka holatdagi qog'ozlari. Assalomu alaykum. Va alaykum salom va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Indoneziya, O'zbekiston. Toshkent, Farg'ona. Mana shu joyda har bitta insonga Qur'on sovg'a qilishadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Rahmat. Yuraveringlar. Yuraveringlar. Oldingizmi Qur'on? Oldin kattani sotib olish kerak deyapti-yu. Tashqarida sotib olasizlar. Hozir o Shuhrat akamga uchrasalar aytadi magazinda. Kechiring. Hazillashdim. Qo'yapman yuzingizga. Kelyapsizlarmi? Kelyapsizmi hojoni? Amin, amin. Bu bilan hukumat ustidan beramiz. Yo'q odamga bermaydi-da hojona. Tashqarida magazin bor, sotib olasiz endi. Hamma ziyoratchilarimiz kelganlari bittadan Qur'on kitob olib, Qur'on bosmaxonasidan chiqyapmiz.